Umida, mana buni boshliqqa berib qo'ying. Aha, xo'p. Alo, Gavhar opa yaxshimisiz? Ha, meni yaxshilab eshiting. Bu yerda ish juda jiddiy. Asal. Sen yaxshi xodimsan. Ishdan ketishingni o'ylab ko'rishimiz kerak. Meni hozir majlisim bor, qaytgach gaplashamiz. Aytgandim sizlarga bu yoqda bir gap bor deb. Tinchlikmi, Asal opa? Qizlar bas qilinglar, u meni kursdoshim, boshqa hech qanday gap yo'q. Ha. Asalxon, biz sizni yaxshi bilamiz. Siqilmang. Siqilmang. Noto'g'ri xayollarga boryapsizlar, qizlar. Birini o'ylasam buzadigan megajin kim? Iye. Aslida sen emasmi? O'z dugonangni baxtini tortib olgan vijdonsiz. Agar chindan ham baxtli bo'lganingda bu yergacha kelmasding. Eringga ishonib, uyida kelishini kutib o'tirgan bo'larding. Qara-ya. Sen o'zingni oilangni buzib, endi meni oilamni buzmoqchimisan, a? Men Komil Shodmonovich ayoli bo'laman. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Siz noto'g'ri tushunyapsiz, Asalxon, siz o'ylaganlardan emas. Qarang-a. Juda yaxshi bilaman qanaqa ayolligini. Gavhar opa, yaxshimisiz? Rasmdagidan ham go'zalroq ekansiz. Yuring, qabulxonaga o'zim sizga kofe tayyorlab beraman. Gavhar opa, yaxshimisiz? Yuring, sizga o'zim kofe damlab beraman. Rasmdagidan chiroyliroq ekansiz. Voy tavba.